Selam sizlar bilan Klepes. Bugun videoni boshlasak. Xo'p, men yangi skin qo'shdim, o'z ko'rsataman. Mana desizlar. Skinni undan necha baho qo'yasizlar bilmayman, o'zim ham skin lekin o'zimda yo'q. Sizlarda yo'qdan bo'lsa like, obuna bosib qo'ysangiz. Xo'p, bugun biznesmen hayotida yashayman. Çekmenin kaydı bilmelerimde. Ne buldu? Hop, oğatlanish esimden çıkıp hopdan mana turibdi yolini ko'ringan. Mali xonimam to'xtatib, nega biznesmen hayotida agorot qilsan ekanligi. Mali qo'yarab, hamma jimni bo'shida agorot qo'yaman. Xo'p, sizlar like obuna bo'lsangiz iltimos dastlab 63 ta obunachi bo'lmiz, rahmat. Beni qo'yib, beriga kartochkalarni olib, ashib YouTube profil nasıl rasmi turadigan joyda ham mashib o'zim skinimni basharasini qo'ydim. Ham oldingi skinimni basharasi turibdi edi, merg'ilab tushgan. Nima bo'ldi bilmayman. Sizlar nimaga nima bo'lganini bilasizlarmi yo sizlarga ko'rinibdimi? O'zim shu skinim merg'ilab rasmga tushgan skinim. Bölümlerde verip kesamayın. Ama haydi yine 4 xona ölçüldü desilip bana. Ha 4'leri tezirop pişittiler. Ha pişitti tezirop. Oğlagimda berasimi? Ha tezirop beramam. Dünya o'zimni oldum desilip. Ha men mana 300 tak izimni qarsidingiz esingizda bo'lsa. Ha shuni olaman. Hop hozir kurslarni desam haqiqiy bo'y bo'lib ketdim. Ha bo'ldim. Hop, qaz berganing uchun rahmat. Hop. Shuncha izini turib nimaga mendan oldingiz? Ha, sen bilan qo'pak aka. Yangi joyni olgan ekansan, boy bo'lib ketibsan. Ha. Endi bu ish haqqini berib qo'ysam, meni tushib tur bundan. Bo'lmasa o'ligini beraman. Ha, beray. 45 deydi. 45 de giriş gereğini bilmem. Ya buldu ol, makitten. Hop. Ya yangi nimadir olmasmi? Yok. Ya bunu ne kıldı? To'g'zilab qo'ymasam oldu ne? Ya, mas sana sotib olgansan, jiddan. Oxiratini ham olib qo'y. Ha. Esimdan chiqib ketibdi ne? Ijara haqqi. Uncha pul bermadim, men mayl bilni ham o'zimdan olib McDonald's'ni ham o'zimni o'yladim, endi McDonald's'ni pulini ham olaman deslab. Mayda yangi soat olmoqchiman. Telefonim bilan soatim yo'qolib qoldi. Va McDonald'schi pul yig'ildimi desam ketibdi. Evet, bunda shilli bilan bilmaydi yo'q. Albatta paytmas mayli pulini olib ishini qo'yib. Ha, birortalasi kiramasmi? Ha, to'xtab tur, seni ham sotib olaman hozir. Hop, men hozir biznesmenman. Mana shu magazinni necha pulga sotib olsam bo'ladi? 50 ta izimrat, 63 ta izimrat. Yo'q, 50 ta izimratdan. Mana 50 ta izimrat bitta telefon bilan nasıl o'tdim soat. Telefonim bilan soatim yo'qolib qoldi deslab. Hop. Puli necha yil bo'ldi? 5 ta izimrat. Ya bitta vakitdan. Hop. Pulni qachon berasiz endi? Sal vaqt o'tsinmi? Hozir o'zim magazindan oldim. Yangi otmaydigan narsasini o'ylab, buni agar qo'yib shuni olib ketsam bo'ladi-yu, lekin agar yo'qda bu qishloqda. Hop, yana kimni berishim kerak edi? Ha. Nasıl bu koçla berishim kerak edi, mayda bo'lib qo'ydim deslab. O'ydamiki bu? Yo'q, o'ydamasaka fermer deb. Mashin 35 deydi buniki.
bo'ldi. O'zimni o'yimni bo'lib, endi kompyuterni o'ynab o'tiraman. Minecraft o'ynab o'tiraman endi. Chiqib pensiyatini yo'qib qo'ysam, bo'ladi. Like uni biz ketini bor ekan-ku bu. Va eskilarni tashlayveraman endi. Bu eskilarni tashlab keyin go'lim nima qilibdi bu edi. O'z ta'zirini berib qo'yman. Hop, endi ketdim. Bitta o'ldirgansam meni acceptati ketdi do'stlar. Endi go'lim. Shum chiqishim bilan o'ldirib qo'ymasa, buni demoqchi edim, mayda turgan ekan. Men bundan beni ta'zirini berib qo'yaman. Baxtligiysan. Biznesmenni qo'lini ko'taradigan bo'lib qolibsan. Misol o'g'lim olib ket bo'ldi ham. Temirlari bepshim izmirdan bepshim ozizon. Uxlatlanma, telefon kerakmi seni? Zakaz bergani. Ha, rahmat. Soatam bor bo'lsa, lekin duo qilasizmi? Soatam bor, qo'chib tursam. Hop. Men sal iskirib qolgan. Hop. Kompyuterda ko'rachim, hamma joy ketgan bo'lsam kerakmaydi. Bu mishashni mayli dedim. Hele biz bu kunlarda biri biznesmen bo'lib ketdi. Yana unda qarz olib yuribdi. Ko'ringani deslar shunchalik men boyib ketdim. Buni o'qib qo'ysam, buni ham o'qib qo'yaman. Endi McDonald'sning narsasini berib, 50 pulini olaman. 50 TL izimib turadi. O'zi yig'ib pulini olaman. Suvchini sotib olaman hozir. Voy suvchi. Ha. Men hozir sen sotib olaman. Ket. Ya, rahmat. 24 ta izimib bo'ladimi? Ya, 42 ta. Aynan 42 ta bo'ldi. Endi 46 ta izimib uni berib qo'yamiz. Magazinchiga. Ha, magazinchi. Ha. Mana olib kelgan qushlar sara yirtdi. Yani hozir 50 tasini menda turadi. Boshqa izimliklarni olaman. 50 tasini kegisini beraman, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Mana 50 tasi o'ziniki. Abidan sana ketdim. Hop, rahmat. Qo'parsimadi. Arzisın. Men o'z pulimni olaman aytib qo'yam. Ha, hop. Endi beya ketib deslar qishlog'im chiroyli. Hop, endi o'yimni berib, izmirtlarini qo'yib, jichcha uxlayman. O'sha nima ham qilasdim endi bo'yib ketganimdan. O'ylab pul yig'irasam endi uxlab pul meni orqamdan yuzlab yuribdi. Hamma yaxshi aytib tursin. Psixotam nechi bo'ldi o'zi? Bir bo'pti. 11da uxladim, 3 soat uxlaman atigi. Nerni oldida borachib, nerni qilibdi. Yani. Hozir ta'zirini berib qo'yaman. Sen qo'yib chiqib ketma. Baxtga. Oldida o'tib ketib, urib, kiraysanim, aytmaslarmi? Qilichim egamasaka. Aytmadi, o'g'richilar. Qaysi biri aytsan? Men aytdim, meni ichirachiman. Ta'zirini berib qo'yaman o'zim. Nima qilaman? Buniyam pichog'i yo'q endi. To'xta, sankim, mankim bilmayman. Maylimni buni qo'l bilan o'ldiraman-da, bo'y bo'lib ketganimda qo'llarim ham og'rib qoldi. Ish qilarganimda go'limni o'ldirib ta'zirini beraman endi meni o'ldirganda.